Assalomu alaykum. Xo'p, shahardagi obyektdamiz. Tepa etajlari bityapti ekan, endi mana santexniklarni joylari. Santexnik ukalarimiz qilayotgan ish. Hozir qilayotgan ishlarni ko'rsatyapmiz mana santexniklar. Bu shita mana elektrochas shitamiz mana. Tayyorlab qo'ydik buni, xudo xolasa. Mana bardaklarga qaramaysizlar, mana maytlarcha. Podvalda chicha mana shagird bolalar ishlashyapti mana. Payanniklarini ham yoqib ketib. Savobgarchilikka o'chirib qo'yamiz. O'zi ketgan u soat 4lar, 5larda. O'chirib qo'yay yana pashar bo'lib ketmasin. O'chirib qo'yay. Shu bola. Sog' bo'lasizlar. Xo'p. Shitamiz tepa etajlari bitgani uchun tayyorlayapmiz. Xudo xolasa. Hozir lesnitsa lompayasi qolyapti. Hop, mana tepalar. Tepasi bitdi, xudo xolasa. Tepalari bitdi. Mana tepalari bitdi. Yalanginlar qo'ydik. Biraqlardan foydalandik mana. Yerlariga. Bu chadırlari. Xonalari mana. Lustralar qo'yildi. Fonlariga mana. Svetkalarni ham tashab, tayyorlab yashab ketaveradigan tayyor qilib qo'yapmiz mana. Xudo xolasa parketlarni qo'yib olsa, artib tozalab bu yog'ini ko'chib kelishaveradi. Tayyor. Bu mehmonxonasi. Lustra qo'yildi bu yerga. O'ziga yarashadigan qo'yardik. Odatda bir zona bo'ladi. Televizorni mana shu yerga televizor o'rnaydi. Bu xonasi yerda mana shu kladovkaga o'xshagan joy. Tepasi cherday. Tom. Feruzbek hormi uka? Hop. Xo'p, bu yer hammom. Yonar ekan yaxshi. Hammom ham kattagina bu. Spalniya xonasi. Bunga ham shu svetkalar tashab, yalaganlar qo'yib, yalaganlar chiroyli yalaganlar. Bizga yoqdi. Mana shuni qo'ydik, tanladim o'zim. Mana shuni olaylik desam bo'ldi, aka dedi. O'ziga ham yoqyapti. Lustralarni mana svetkalarni turibdi. Spalniya xona bu ham. Yan spalniya xona. Televizorni ho'yakka bo'ladi. Televizorlariga mana. Kansaner tayda televizor bo'ladi. O'zini hammomi. Razvedkalari. O'yga bitta ichga qo'yib ketamiz. Ventilyatsiya qo'yib ketamiz. Shu
Natijnoy patologik limonini boshqatdan ochib beradi, kattarog'idan qo'yib beradi. Rezinka qo'ygan ekan, kichiklik qilyapti. Shuni qo'yib ketadi. Tayyorlab ulaveraman o'zim. Mana bu yog'i ko'rinishi. Fonini yog'lab o'zim. Foni. Bo'ldimi bu yer ham Feruz? Ha? Ha, tashavordim. Tozalab qo'yapmiz. Endi qilgan ishimizdan keyin ancha-muncha musor yig'iladi. Tozalab chiqib ketamiz, pokiza qilib. Baribir mana bitta tava qolyapti. Yutib Mononga bitta olib kelamiz, ertaga qo'yib qo'yamiz. Esdan chiqib qolibdi shu. Olib kelamiz. Bu ikkinchi etaj bu. Ikkinchi etaj. Bu ikkinchi etaj. Endi u yog'i birinchi etaj mana bu yer. Birinchi etajlarni ko'rsatib qo'yaveray. Esdalik bo'lib qoladi. Hamma. Birinchi etajda ham bor. Maytga o'zimizga xona qilyapmiz. Shunday bitta shit qo'yiladi menga. Mana lesnitsa plyonpayasi yonadigan bo'ladi. Datchiklar qo'yib ketilgan. Stupenkalari hammasi bitta-bittadan yonib tushib, yonib chiqib, shunaqa bo'laveradi. Mana shu yerga shitkada bitta joy tashlab ketildi. Aqlli do'kkan bo'lib qoladi, u narsa qo'ysa bo'laveradi. Shu tepaga bitta shit qo'yib, ichiga datchiklarini, shunaqa narsalarni qo'yib beramiz. Kerakli narsasi. Bu kirorishdagi bitta zal. 10 metrlik. Bu yerga hammasi 2 kilometr sim ketdi. 2,5lik monolit ketdi. 4lik monolit ketdi. 2 ga 4lik. Xo'p. Kuxnyasi endi bityapti. Ustalar отдельщикlar ishlayapti. Bu kuxnyasi bu. Maga vitichkasi bo'lsa, kuxnyani vitichkasi bo'lsa, mana mo'yka-po'ykalar maga tushadi. Maga o'sha pechka-mechkalarni bir narsalarni qo'yishadi. Hali bo'ldi. Televizor qo'yiladi maga. Razvedkalar, podsvetkalar, tepalari podsvetka bo'ladi, konditsioner bo'ladi bu yerda. Razvedka. Ключатор, ikkita ключатор, bitta razvedka bo'ladi. Alohida bo'lib. Xo'p, bo'ldi shu. Xudo xolasa o'tib qolsa aytiladi. Yana bir qator video qilinadi. Tashlab qo'yamiz yana. Aha. Bu xonasi ham xudo xolasa tayyor bo'yoqdan chiqyapti, mana tayyorlayapti. Bunga ham ertaga ham indinga o'tib qolsa podsvetkalarini tashlab, galagenlarni ochib, televizor qo'yib, chiroyli qilib buni ham yoqib beramiz. Mayli, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Ko'rishganda ko'rishguncha. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, отдельщикlar, elektriklar, shunaqa qilib beradigan obyektlar bo'lsa, meni nomerim bor, profilimda aloqaga chiqib olasizlar. Отдельщиklarini ham o'zimiz topib beramiz. O'zingizlar dogovor qilib, o'zingizlar kelishib olasizlar. Unaqa jak otni kallasidek narx emas, arzonroq, chiroyli qilib berishadi. Hammamiz ham musulmonmiz. Balandlar qaytmaydi. Lekin shunga yarasha mehnat bo'ladi. To'g'rimi, Feruz? Feruz be, mehnatkash ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.